Hayotda xuddi filmlardagidek ikkinchi bo'limning o'zi bo'lmaydi deyishadi. Albatta, birinchi bo'limda bor imkoniyatingizni, salohiyatingizni ishga soling. Assalomu alaykum hurmatli muxlis. Bugungi Yulduzli oqshom mehmoni og'ir atletika bo'yicha yoshlar va o'smirlar terma jamoasi bosh murabbiyi, ikkinchi darajali sog'lom avlod uchun ordeni sohibi Jo'rabek Zoirov bo'ladi. Jo'rabek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hayotingiz uzviy sport bilan bog'liq. Sport sizni nimalarga o'rgatdi? Og'ir atletika bo'yicha sport ustasiman. O'zim og'ir atletika bo'yicha bir 15 yil shug'ullanganman. Birinchi to'garakka o'sha Chirchiqda Olimpiya zaxiralari kollejiga 7-sinfga qabul qilinganman. Birinchi ustozlarim bu Bibir Suzufar, Pyotr Sichov degan murabbiylarim bor edi. Shu murabbiylar tavsiyasiga ko'ra shu sandan og'ir atletikaga chiqadi, san o'sha sport turiga mossan deb o'sha Chirchiqda joylashgan Olimpiya zaxiralari kollejiga bergan. Olimpiya zaxiralari kollejida tahsil oldim, 6 yil o'qidim. 7-sinfda 11-sinf, keyin u paytlar kurs bo'lardi. Olimpiya kolleji bo'ldi, keyin 3-kursni bitirib, keyin O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya universitetiga o'qishga qabul qilindim. Imtiyozli ravishda sport ustasi bo'lganman. Og'ir atletika bo'yicha Osiyo va Osiyo Kubok chempionatlarida ishtirok etganman. Umuman olganda o'sha aytganimdek hayotingiz sport bilan uzviy bog'liq. Aynan mana shu sport sizni qanday inson bo'lishga o'rgatdi? O'smirligingizdan beri sportdasiz-da, uni og'irini, yengilini, yaxshi tomoni, yomon tomoni hammasini bilasizda. Endi bu og'ir atletika, endi sport deganda sport bu insonni tarbiyalaydi deydi. 3-4-sinfda sportga onam, tog'alarim tavsiya qilgan, shu sportga bormasang bo'lmaydi. Sport sog'lom turmush tarzi, sog'lom bo'lasan. Chirchiqda, shaharda yakkakurash sportlar juda ham rivojlangan edi shu davrlar. 99-2001-yillari. Bu boks bor edi, kurash, karate, judo bor edi, og'ir atletika sport turlari bor edi. Sanga shu og'ir atletika sport turi mos keladi deb shu onam ham, tog'alarim ham shu sport turiga bergandi. Demak, o'zingizga ham keyinchalik yoqqan bu sport. Shu sportda yuksak natijaga erishmagan bo'lsam ham, lekin hozirda shogirdlarim juda ham mendan ham yuqori natijaga erishgan. Men unga xursandman juda ham. Yoshlar o'rtasida jahon chempioni, o'smirlar o'rtasida ancha jahon chempionlari tarbiyalaganmiz. Umuman sportda ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ladi-da. Mana shu vaziyatda ko'proq sizga kim dalda bo'lgan? Dalda birinchidan ota-ona. Otam, onam sportda musobaqalarga borsak 5 kunlab, bir haftalab musobaqa, har xil viloyatlarga borardik. Ovqatlandingmi, to'ydingmi, endi onani o'zini nima deydi, jonkuyarligi bor. Nima yeding, vaqtida ovqat yedingmi, ko'chadan ovqat yema, har xil narsalar yema deb jonkuyarlik faqat birinchi ota-onamdan, keyin ustozlarim, birinchi ustozlarim vaqtida ovqat berishardi, vaqtida uxlatishardi. Shularni tarbiyasini olib, mana hozirgi shogirdlarimga ham shu usulni ko'rib, vaqtida uyqu, vaqtida ovqatlanib, vaqtida kitob o'qib, vaqtida mashg'ulotlarni qilib turibmiz. Umuman olganda qattiq tartib, intizom bu sportning asosiy qoidasi. Lekin inson ba'zi paytlar bo'ladiki, o'zi erkin bo'lishni xohlaydi, nimalardir qilgisi keladi. Shunaqa vaziyatlar ham bo'lganmi sizda? Endi u paytda bizlar buvalarim, ota-onam, otalari, onalari dehqonchi bo'lgan. Dehqon. Men endi shanba, yakshanba kunlari mashg'ulot bo'lmasa, shularga qishloqqa borib, o'sha ekinga yordam berardim. O'sha paytlar shu bilan ovunardik. Yakshanba kunlari tog'a, o'sha xolalarim uylariga borib turardim. Demak, dehqonchilik bilan ham shug'ullanganmiz. O'sha ota-bobolarimiz dehqonchi bo'lgan, uzum ekashardi. Har xil mevalari bor edi, gektar. Shuni shanba, yakshanba kuni bizlarda yordam bo'lardi. O'zingiz vaqtida sportchi bo'lgansiz, terma jamoadagi xalqaro musobaqalarda ham qatnashgansiz. Uni o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Bugungi kunda murabbiysiz.
murabbiyning yuki ham og'ir-ku. Endi bildim. Oldin murabbiylarimiz vaqtida uxla, vaqtida mashg'ulotga kel, shanba yakshanbalar uylarga yubormas edi, chunki o'zingni formangni yo'qotasan deb. Hozir mana endi bildimki, sportchilarimizga shu narsa kerak ekan. Men hozirgi terma jamoada ham yoshlarga, o'smirlarga ham shu qattiqqo'llik, vaqtida uxlab, vaqtida mashg'ulotlarini jarayonida tekshirib, kun tartibiga juda ham biz qattiq e'tibor beramiz. Chunki sportchilar tungi uyquda yaxshi uxlasa, keyingi mashg'ulotlar juda ham o'zini yaxshi his qilib, yangi natijaga erishadi. Jo'rabek Zairov haqida gapiradigan bo'lsam, bu insonni men yoshligimdan bilaman, chunki yoshlik paytimizda birgalikda bu bilan mana shu og'ir atletika sporti bilan shug'ullanganmiz, hamda birgalikda musobaqalarga qatnashib, raqibam bo'lganmiz. Hozirgi faoliyatiga keladigan bo'lsak, hozirda Jo'rabek Zairov o'sha yoshlar va o'smirlar terma jamoasi katta murabbiy bo'lib, terma jamoamizda faoliyat olib bormoqda. Bu inson juda ham bir kamtarin, mehnatkash, juda ham bir o'z ishiga mas'uliyatli murabbiy deb bilaman. Yana bundan tashqari Jo'rabek Zairov mana shu o'smirlar terma jamoasida shu hozirgi 10 yil faoliyati davomida bir necha bor o'sha jahon, Osiyo chempionlarini yetishtirdi hamda o'smirlar o'rtasidagi Olimpiada o'yinlari sovrindorlari ham sportchilari bor murabbiyda. Undan tashqari Jo'rabek Zairov bizlar uchun asosiy terma jamoa, kattalar terma jamoasi uchun ham zaxira sportchilarini tayyorlab bizlarga hozirgacha berib kelmoqda. Kelajakdagi ishlariga Jo'rabek Zairovga omad tilayman. Sportchilari har doim xursand qilib o'sha jahon arenalarida, olimpiada shohsupalarida yuqori natija ko'rsatib, oltin medallar qo'lga kirishiga tilakdoshman. Jo'rabek murabbiy sifatida professional murabbiy deb bemalol ayta olaman, chunki murabbiy har tomonlama bo'lishi kerak. Kerak joyda qattiq qo'l, kerak joyda sportchi bilan yumshoq gaplashib, psixolog bo'lishi kerak deb bemalol ayta olaman. Chunki Jo'rabekda bu hissiyotlar bor. Umumiy o'sha balansni ushlagan holda har bitta sportchiga alohida yondoshib, o'sha kirishib ketadi ishga, har bitta sportchining o'zini yo'nalishi bo'yicha. O'sha murabbiyning o'zini murabbiylar juda ham ko'p, lekin murabbiylar ichidagi alohida ajralib turadigan hissiyoti o'sha murabbiyni sportchilarni yuksak natijaga olib chiqishida mana shunaqa intellekt bo'lishi, shu Jo'rabekda borligi uchun mana shunaqa natijalarga erishib kelmoqda. Murabbiy sifatida aytingchi, har bir sportchini masalan yangi kelgan niholni yerga o'tkazib, uni dehqon meva bergungacha harakat qiladigan bo'lsa, murabbiylar ham xuddi shunaqa. Yosh o'smir keladi, uni shug'ullantirasiz. Shu o'smirlarga qarab, qaysi biridan bir yaxshi sportchi chiqishini ham bilasizlarmi? Endi birinchidan sport turiga yo'naltirish deydi. Og'ir atletikaga bir dunyoda eng kuchli murabbiy aytuvdi. Menga oyog'i kuchli, yuragi toza sportchidan olimpiada chempioni tarbiyalayman degan bir bolgariyalik Iordan Ivanov degan murabbiy aytganda, biz birinchi sportchida o'sha oyog'iga e'tibor beramiz. Qo'l oyog'i baquvvat bo'lsa, bu juda ham yaxshi og'ir atletikaga chiqadi. Ham bo'ylariga iloji boricha qo'l oyoqlari singan holatda bo'lmashi kerak. Oldin yoshligida sindirib qo'ygan bo'lsa ham, keyinchalik o'sha olimpiyada jarohat olmagan bo'lsa juda ham yaxshi bo'ladi, chunki bu baribir beradida, yaxshi pik formaga chiqqan payti bildirib qo'yadi. Shuning uchun bizlar shu jihatlarga ko'proq qaraymiz. Jo'rabek ko'plab mana bugungi kunda shogirdlaringiz orasidan jahon chempioni ham kamol topdi. Bu o'zidan o'zi bo'lmagandir. Shu yili o'smirlar o'rtasida jahon chempionat bo'ldi. Bu may oyida Peru davlatida 3 ta sportchi bilan ishtirok etdik. O'g'il bolalar terma jamoasi, ayollar terma jamoasi esa 2 ta sportchi bilan ishtirok etdi. Juda ham uzoq joy edi, uzoq davlati. Lekin bizlar shunga qaramay 3 ta sportchimiz bitta oltin, bitta kumush, bitta bronza bilan qo'lga kiritdik. Bu 100% natija bilan keldik. 81 vazn toifada o'sha Akbar Jo'rayev olimpiada chempionimiz qishlog'idan Rahmatjon Ruslan degan sportchimiz o'smir 2 ta oltin medal qo'lga kiritdi. Hamda 89 vazn toifada namanganlik G'ofurjon Bekzod sportchimiz kumush medal olgan bo'lsa, Andijonda o'ta og'ir vazn toifada Omadulla Olimov degan sportchimiz bronza medal qo'lga kiritdi. Bu sportchilarimizni terma jamoaga jalb etganimiz bir yillar davomida emas, mana shu 6 oy davomida seleksiya qilib oldik. Lekin sportchilar shu yilda o'zlarini o'sha
jahon maydonlarida ko'rsatib oltin kumush bronza medallar qo'lga kiritdi. O'z-o'zidan bo'lmaydi-ku. O'z-o'zidan bo'lmaydi, bu mehnat, uzluksiz terma jamoada sborlar, o'quv mashg'ulot yig'inlari, kun tartibiga rioya qilish. Hozirda trenerimiz Zairov Jo'rabek bizlarni ustimizda juda qattiq ish olib boryaptilar. Ko'pincha texnikalarimizga e'tibor beryaptilar. Ya'ni bizlarni o'sishimiz bolalar bilan har xil vaziyatda har xil bo'ladilar. Ya'ni bir xil qattiq qo'l emas, balki ba'zida do'stona, ba'zida aka sifatida, ba'zida do'st sifatida bo'lib bizlarga yordam beradilar. Shu jihatlardan o'rin olsa bo'ladi. Jahon chempionatida ham birga bo'ldik, birga oldimizda turdilar. Qayerda nima qilishimiz, qachon uxlashimiz, hamma narsalarimizni aytib turadilar. Zairov Jo'rabek hozirda trenerimiz bo'lishiga qaramasdan yana bundan tashqari boshqa narsalarni ham nazorat qiladilar. Ya'ni biz ko'pincha uydan uzoqda, ba'zilar vodiydan, ba'zilar vohadan kelishadi. Ota-onalarimizga telefon qilib xabar olib turamiz. Hozirda Jo'rabek Zairov bizlarga ham ona, ham ota vazifasini bajaradilar. Har doim nima ish qilamiz, hammasini nazorat ostiga bo'ladi. Jo'rabek Zairov bizning ustozimiz deb bilamiz. U kishiga bo'lgan muhabbatimiz cheksiz. Trenirovka jarayonida bizga qo'ldan kelgancha yordamlarini ayamasdan bizga taklif beradilar. Biror yo'lda xatolikka yo'l qo'ysak, ozgina tanqid qiladilar murabbiyimiz tomonidan. Shu narsani to'g'rilashga biza sportchilar harakat qilamiz. Ham qattiqqo'l, ham kamtarin, ham akamiz deb qolgan ustozimiz. 5-6 marta jahon chempionati, Osiyo chempionatlariga birga musobaqaga ishtirok etganmiz. Unda ulkan muvaffaqiyatlarga sazovor bo'lganmiz. Murabbiyimiz bilan ko'plab musobaqalarda ishtirok etganmiz. Musobaqalardan oldin murabbiyimiz Zoir Jo'rabek tomonidan 3-4 oy mobaynida musobaqalarga tayyorgarlik ko'rib boramiz. Har birimizga alohida e'tibor berib qaraydilar. Murabbiysiz sportchilar g'alabaga erisha olmaydi. Ularning hissasi katta. Ular bilan aka-ukadek bo'lib musobaqalarda ishtirok etsa, bir-birini tushungan holatda natija bo'ladi. Yaqinda Ispaniyada bo'lib o'tgan jahon chempionatida unda dast ko'tarish mashqidan oltin medalni qo'lga kiritdim. Bunda ustozimizni hissasi katta bo'ldi. Ular bilan birgalikda ishlab, 3-4 oy mobaynida birga tayyorgarlik ko'rib, shu jahon chempionatiga ishtirok etdik. Sportchi o'zidan o'zi jahon chempioni bo'lib qolmaydi. Albatta zaldagi ishlagan mashaqqatli mehnatlarning samarasi deb bilamiz. Umuman olganda murabbiyning ajoyib o'zini oltin qoidasi bo'ladi. Sizning asosiy oltin qoidangiz nimadan iborat? Yoshlar bilan ishlash hozirgi vaqtda juda ham, hozir bilasiz, telefonlar juda ham naqib ketgan, rivojlanib, har bitta sportchi telefonsiz yashalmaydi hozir. Endi menda sal qattiqqo'llik bor. Kun tartibimizga rioya qilish kerak terma jamoaga. Tayyor bo'lib keladi terma jamoaga. Biladi, o'sha Jo'rakamga agar qabul qilinsam, juda ham qattiqqo'llar, kechqurunlari albatta biz terma jamoada tungi uyqudan oldin ozgina suhbatlashib, kechqurungi mashg'ulotlarimizni, xatolarini aytib, uyqudan oldin shu telefonlarni yig'ib, nima uchun? Chunki sportchilarga aytamiz, sportchilar, sizlar hozir Osiyo jahon chempionati tayyorgarlik ko'rish boshlayapsiz. Lekin bizlar shunaqa agarda yaxshilab intizomga rioya qilmasanglar, bunga erisha olmaymiz. Bizada kechqurungi uyqu bo'lmasa, ertalabki bilasiz, mashg'ulot yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun bizga birinchi o'chirdan bu восстановление degan payt birinchi uyqu deymizlar bizlar. Shuning uchun organizm tiklash uchun birinchi uyqu kerak. Shuning uchun sportchilarimiz yaxshi uxlash uchun bu albatta telefonlarimizni topshirishadi. Ertalabki mashg'ulotdan keyin yana qo'liga beramiz, ota-onalar bilan suhbatlashadi. Shu
qattiqqo'lligimiz bor. Mashg'ulot jarayonida kechikmasdan har bitta sportchimiz bilishadi. Kun tartibimizda yozib qo'yilgan. Vaqtida ovqatlanish, vaqtida mashg'ulotga kelish, kechikmasdan vaqtida uxlash. Har doim har daqiqa bizlarni nazorat qilib turadi. Telefonlarimizni ham qo'yadi, chunki rejim, ya'ni kunlik tartib o'zgartmasligi uchun bizni kechqurun uyqusiz qolib ketmasligimiz uchun telefonlarimizni ham yo'q qo'yildi. Sportchilarga qattiq qo'l bo'lgan yaxshiroq, qattiq qo'llilarga havas qilib hurmat qilaman. Katta tajribaga ega trener 20 yildan beri har xil bolalar bilan ishlab kelyaptilar. Biz endi yaqindan beri 9-10 oydan beri birga trenirovka mashg'ulot qilyapmiz. Murabbiylarni o'zgacha uslubini hozir aytib o'tdingiz. Albatta qattiqqo'llik bu birinchi o'rinda sportchini o'sha g'oliblik sari olib keladi. Umuman sportchilarni o'zini ko'yniga qarab ham bir qilaylik degan paytlar ham bo'ladimi? Yo'q, unaqasi bo'lmaydi. Hammaga bitta qonun deymiz, hammaga bir. Hamma o'shanga bo'ysunishi shart. Hammasi xursand, ota-onalar ham xursand. Hozirgi vaqtda juda ham bilasiz, telefonda juda ham har xil narsalar, o'yinlar ham chiqib ketgan. Ijtimoiy tarmoqlar, uyqu yo'q. Tartib bizada kattalarda ham bor. Milliy terma jamoamiz ham, olimpiya chempionlarimiz ham telefonlari o'sha bosh murabbiyga topshirib ertalab oladi. Chunki kechqurungi uyqu bizga juda ham muhim. Sportni tanlaganingizdan aynan mana shu dastlab sportchi, hozir murabbiysiz, biron marta boshqa kasbga o'tganim ham yaxshi edi degan vaziyatlar ham bo'lganmi sizda? Yo'q, unaqasi hali bo'lmagan. Lekin bizlar og'ir atletikadan boshqa sport turini tanla desa judoni tanlardim. Chunki o'sha sport turini yoqtirardim o'zim. O'zim yaqin oilalim ham judoichi bo'lgan, kurashchi bo'lgan. Ota-bobolarimiz ham kurashchi bo'lgan deb aytishardi, oyim adam. Endi shu og'ir atletikadan shu sport turini tanlagan bo'lardim. Har bitta insonni o'ziga yarasha hayotdagi armoni yoki ushalmagan orzusi bo'ladi. Sizda ham bormi shunaqasi yoki? Yo'q, hali Hammasdek qisman. hali endi xudo xolasa niyatlarimiz bor. Sportchilardan, o'sha yoshlardan, o'smirlardan olimpiya chempioni chiqarish. Bugungi kundagi og'ir atletika bilan bundan 5-10 yil oldingi og'ir atletikani o'rtasida juda ham katta farq bor. Bugungi sharoit, bugungi vaziyat. Hozirgi vaqtda og'ir atletika bilan shug'ullanayotgan sportchilar ham juda ham ko'p. Hozir yaqinda Chirchiqda O'zbekiston chempionati bo'ldi. 15 va 17 yoshlar. Birinchi marta tarixda 600 nafar sportchi ishtirok etdi. O'zbekiston chempionatida shunaqa bu juda ham xursand bo'lasiz. Bu raqobat kuchligida albatta bu yoshlar og'ir atletikaga qiziqishi, olimpiada chempioni, birinchi olimpiada chempioni Ruslan Nuriddinov 2016-yildan keyin bu juda ham yanada og'ir atletikaga qiziqishlar ko'p bo'ldi. Yoshlarda ommalashdi. Yoshlar, o'smirlar juda ham ayollar terma jamoasi ham juda ham rivojlanib ketdi. Oldingi davrda men o'zim eslayman 200 kilo ko'tardi degan bizada 200 kilo ko'taribdi bu sportchi, 200 kilo ko'taribdi bu sportchi deydi. Hozir o'zimni yoshlar, o'smirlar sportchilarimiz orasida 200 kilo ko'targan sportchilarimiz ko'p, juda ham ko'p. Shu vaqtlar hamda har bitta olimpiya kollejida og'ir atletika sport turi bor. Shu sport viloyatlarda ham 30-40 nafar har bitta bo'limda o'qishadi. Bu ham juda ham katta shu yerdan seleksiya qilsak bo'ladida. Jo'rabek, hayotda qanday insonlarni hurmat qilasiz va nima uchun? Hayotda rostgo'y insonlar hurmat qilaman. Chunki men o'zim ham shu narsaga juda ham amal qilaman. Har vaqtida bo'lsa, men o'ylaymanki bir hurmatga ega insonlar shuni hurmat qilaman. Atrofingizda ham shunaqa do'stlaringiz ko'pmi? Ko'p, juda ham ko'p bunaqa insonlar. O'zim sportda bo'lgandan keyin og'aynilarim, do'stlarim har xil sport turlaridan ham o'zimiz ham o'sha olimpiya zaxiralari kolleji bitiruvchi trenerlar bilan yig'ilib turamiz, murabbiylar bilan har xil viloyat, har xil sport turlaridan. Bular ham shu aytgan insonlardan shu og'aynilarim.
Jo'rabek aynan mana shunday murabbiy bo'lib, jahon chempionlarini tarbiyaladingiz. Mana shu yo'lda sizga yaqindan yordam bergan qaysi insonlarga rahmat degan bo'lardingiz? Albatta bu birinchi ota-onam, ikkinchi o'sha birinchi murabbiylarim, keyin Olimpiya zaxira kollejida o'qigan murabbiylarim, tarbiyachim ham juda ham katta rol o'ynaydi. Men chunki o'zim ham birinchi ishni tarbiyachidan boshlaganman. Chirchiq Olimpiya zaxira kollejida birinchi ishga kirganim tarbiyachi bo'lib kirganman. Vaqtida uxlatganman, sportchilar bilan suhbatlashganman. Muammolar nima, ayrimlar keladi mashg'ulotdan keyin ketmayapti, ishlamayapman, sportni tashlasam shunaqa. Endi ham tarbiyachi ham psixolog ham bo'lib ketar ekansizda. O'sha paytda tarbiyachilar ham roli katta ekan. Shuning uchun ota-ona, murabbiyim, kollejdagi murabbiyim hamda tarbiyachilarim, o'qituvchilarimga men rahmat deyman. Shu insonlar dalda bo'lgan insonlar. Hayotda nimadan qo'rqasiz? Yaqinlarni yo'qotishdan qo'rqadi. Kimdir o'ziga bo'lgan ishonchni yo'qotishdan qo'rqadi. Yana kimdir e'tibordan qolishdan qo'rqadi. O'zini yaqinni yo'qotishdan birinchi deb o'ylayman. Endi ota-onani yo'qotish juda ham bu qiyin. Ota-onam birga yashaymiz ota-onam bilan. Endi eng yaqinlar yo'qotishni menimcha eng naqami deb o'ylayman. Bu ham katta baxtda, uni ham hamma ham nima deydi, e'zozlab ushlab qolish qiyin-da. Qiyin. Shular duolari bilan yuribmiz, hali ham birga yashaymiz. Shu otam duo qilib turibdi, shunaqa natijaga shunaqa erishib turibmiz. Hamda o'sha murabbiylar tashqari o'zimizni federatsiya, o'zimizni oradagi federatsiyalar ham juda ham katta yordam bergan. O'sha birinchi vitse-prezidentimiz Shohla Mahmudov ham og'ir atletika. Men chunki bu sohada 10 yildan beri ishlab yuribman. Yaqinda ham o'zlari aytdi, shu yoshlar o'smirlari 10 yildan beri boshqarib yuribsan, ishlaringga omad deb har doim yig'ilishlarda aytib turadilar-da. Dalda berib turadi. Bu insonga ham rahmat deb aytib qo'yaman. Inson bir marraga erishdimi, keyingi marra sari ko'zlaydi. Sizda mana jahon chempionlari bor, Osiyo chempionlari bor, shogirdlaringiz dunyoda bo'y ko'rsatyapti. Yanaga galdagi rejalaringiz qanday? Yoshlar olimpiadasida bu Argentinada bo'ldi. Buenos Airesda 2018-yil o'shanda shogirdim Toshtemir Muhammad Qodir kumush medal qo'lga kiritdi. Yoshlar o'smirlar o'rtasida jahon chempionlari bor. U 2022-yildan beri kelib chiqib turibdi. Mana yaqinda sentyabr oyida ham Ispaniyada yoshlar o'rtasida jahon chempionati bo'ldi. Unda ham Diyorbek Ermatov dast ko'tarish mashqida oltin medal qo'lga kiritdi. Niyatim shu sportchilarimiz orasida yoshlar o'smirlar, kattalar o'rtasida jahon chempionatida oltin medal olish niyatim hamda shu olimpiada o'yinlari. To'riylik nufuzli musobaqa. O'sha eng yuksak niyatlarim shu, tilaklarim ham. Jo'rabek nasib qilsa albatta o'z shogirdlaringiz orasidan To'riylik nufuzli musobaqasida o'z so'zini aytadigan sportchilar kamol topishiga tilakdoshmiz. Shogirdlaringiz qo'llari hamisha xalqaro musobaqalarda baland kelsin. Sizga omad tilab qolamiz. Sog' bo'ling. Mana hurmatli muxlis, bugungi yulduzli oqshom mehmoni og'ir atletika bo'yicha o'smirlar va yoshlar terma jamoasi bosh murabbiyi, 2-darajali sog'lom avlod uchun ordeni sohibi Jo'rabek Zoir bilan xonadoningizda mehmon bo'ldik. Balki siz ham mana shunday murabbiy bo'larsiz. Faqat bu yo'lda tinimsiz izlanish va mehnat qilish kerakligini unutmang. Yulduzli oqshomda yurtimizning yulduz atletlari, yulduz murabbiylari bilan ko'rishguncha.